Bir safar dam olgan oromgohga borganda esingdami? Mehmonlar bilan gaplashmagandim. Lekin har kuni gaplashishga urinardim. Ovqatlansa qarshisida o'tirardim, o'yin o'ynasak u taraf bo'lardim, qayerga borsa o'zidan qolmasdi. Har qadamida paydo bo'lib yurardim. Lekin menga qayrilib ham qaramasdi. Esingdami? Ortidan yurma, bekorga ovora bo'lasan deganimi bu? Ya boqmasa ham chekinma degani bu. Nima, o'zimni qurbon qilaymi? Yoz so'ngida nima yuz berdi o'zi? Nihon baribir menga boqmadi. Lekin yozni u bilan o'tkazdim. O'shanda chekinganimda nima bo'lardi? Yozni bir o'zim zerikib o'tkazgan bo'lardim. Hech narsa yuz bermasdi. Qizdan voz kechma. Yozmasa qo'ng'iroq qil. Qo'ng'irog'ingga javob bermasa uyga bor. Aks holda yozni yolg'iz o'tkazasan. Nihol bilan Kamol. Shoshma, nega qo'rqasan? Men-ku. Solih, naqoda kami yurak dedingiz o'ziyam. Nega qo'ng'iroqlarga javob bermaysan? O'zimni qo'yarga joy topolmay qoldim-ku. Ishla, xolamga baliq olib keldim. Seni ko'rish uchun so'nggi chora bu. Yana shu baliqmi? Zaynab, kimga gapiryapman? Semada qolgan telefon. Yo'q endi telefon. Nima, Sema telefoningni o'qishga olib kela olmas ekanmi? Sevgiling sendan xavotir oladi. Tushunyapsanmi shuni? Solih, iltimos, shundoq ham siqilib turibman. Hozir uyga kirishim kerak bo'ldimi? Shoshma, nega siqilyapsan? Tushuntirsanchi. Imtihonlarim ko'p. Tayyorgarlik ko'rishim kerak. Darslarim ko'p. Va'da beraman, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'irog'ingni qo'yib tur. Men uydagilarga